Birinchi darajalik mukofotimiz G'ulji Paktil musulmoncha yemaklik ishlab chiqarish shirkati ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil. Bu programma bilan Obida yurishlik ichimliklarni ishlab chiqarib, hammamizning o'rtaq tanlashi bo'lgan Xinjiang Obida biofan texnik shirkati alohida hamkorlashgan. Obida soda suyi bizga huzur va jo'shqinlik elib kelgusi. Uzbek musobaqasi qatnashgandan keyin Xinjiangning har qaysi yerdan kelgan har xil uslubdagi savoddoshlar bilan tanishdim. Musobaqaga qatnashdim. Birinchidan yaxshi so'z berishdim. Ikkinchidan yaxshi maslahat berishdim. Uchinchidan sovuq jarayonda tajriba qilishdim. Cho'chak noyimizlarda uzoq mustaqilchi qo'shgan bilan o'zimning shu milliy uslubdagi naqshlarimni Uzbek yaxshi tanladim. Lekin shu rivoyatga kirgandan keyin men ustozimdan o'rganganlarim, shunaqalar o'zimning savodoshlarimdan o'rganganlarimdan milliy naqshlarimni hozir yaxshi qoldim deb o'ylayman. Sovuqlik alishishga akalarimiz balki tanishib Ben hazır sakın çıkmakçı müşteri sığınmışkimizden bu nakşini yaxshi bir taraf qilib ustozdan va shundaqlar bizdan yaxshi umiddan kutayotgan xalqimizdan yurtdoshlarimizning oldida yaxshi tushishga davlat o'rganlarda bo'layotgan imtihon bosqichidagi rivoyat guruhining keskin raqobati navbatda sahnamizda o'zaro raqobatlashib o'z iqtidorini namoyon qilgan mohirlarimiz bo'lsa Baxtiyor Sulayman bilan Mushtari Islomova. Canım seni sağındım, sağındım gülüm, sağındım kulum. Sabır kalır canımın kelime şertakmama. Canım seni sağındım, ağızsızdıra aramışıra. Жатыр бәлкім тағдырым, сезімді сынап. Çok kötü vakit, Таңын күтіп жаттықтым. Сәттің досы vakittin canım. Kamıgıp yürme, sağınıp durma. Ağıztasın sen, ayaladan armanım. Sağındım koy men, bağıma gitsin, canıma gitsin. Sağındım desin, kolumda desin. Sabır kalan jaralı, şahitli görsün, sırlatıp günmen, sondatıp günmen. Sağındım men canım. Әні мұңлы ғашықтың, бұлқынып жүрек бақытын тілеп. Алып ұшып асықтың, өзіңді ғана іздеп. Sırrı gacap sezimden Asımı jiyip duradım ya Kışın vakıtı sezimden Özümді suyep Ardına baksam küller. Есіміңді аңғылып Suyup öten мәңгілік жаным. Özümді ғана Unutadın sen Ayağından armanım Sağındım koy men Bağıma gitsin, canıma gitsin. Sağındım desin, kolumda desin. Sabır kalan jaralı Şahimdi görsün, sırlatıp günmen, sondatıp günmen. Sağındım koy men
qo'ymay bag'ima yashir jonima yashir sog'inib Bugün sizlarni o'xshashlar sahnamizni ko'rib bakla xursand bo'ldik. Sizlarning bu naqshlardan o'xshashlar nayt yaxshi bo'lgan hamkorlikni ko'rdik. Intayin romantik, shunaqla nayt yaxshi moslashqani. Mushtari sizni ko'rib xush bo'ldik. Xush bo'ldingizmi bugun? Xush bo'ldim. Rahmat, bizni sizni ko'rib xush bo'ldik. Bugun Baxtiyor sizlarcha hamkorliklar qanaqroq bo'lgandi? Endi mashq jarayonida bo'lmasimi yaxshi chiqdi deb o'ylayman. Nimishqa mashq jarayonida buningdan yaxshimidi? Endi bu sahna bo'lgan ekan, bular bu sahnaning suribak cho'nkachu. Amsa qarindoshlarimiz jiddiylashiib qoldi ularga o'zining naqshini ayt yaxshi etganligini bildirish uchun nima ish qilamiz? Endi navbat ustozlarimiz keldi. Ular sizlarga baholarni berdi. Shunaqa tavsiyalarini bildirdi. Amsa aldı bilan biz yana Nurnisa Abbas xonimniki tavsiyasini olib boqayli. Bizni shu ko'rik shaklda ulayotgan shu suyimli mushtari islomga sonimizga ko'p rahmat aytamiz. Ipak yo'l sadasi programmasi nomidan. Endi inimiz Baxtiyor Kirtoy, ha? Rahmat. Bunda bo'lishidagi sababsiz qozoqcha o'qigan. Sizga kelmaydi bu naqsha, lekin bu naqshni yevib sizlashganlar. Shundaq joy-joyga. Yemirib yetibdi-da. Yemirib yeb buni ashpirib apiribdi. Endi shu sahnaning surba deysizlar, lekin men undaq narsani his qilmadim ishkanlar. Tasqalonlashganlar oldinlar kelgancha bir-birsinglar ta'zim qilib, nayt chiroyli tugatdinglar bu oxirlashtirishni. Bizga shu ko'riklik rolni o'ynab, bizni intayin yaxshi ko'rgan, ham shundaqla bizni yaxshi ko'rgan shu Baxtiyor inimiz ruxsat qilsa mushtariga. Mushtariyni tavsiya qilaman. O'g'illarda mardonlik bor, kan qo'saqlik bor. Ipak yo'ldagi mayorlarda texma ham shundoq. Albatta qabul qilamiz, shunaqmi? Rahmat Nurnisa Abbas xonim, unda xo'sa Erkin Abdulla apandim. Men sizning tavsiyangizni olib boqayli. Ma'lum bir sonlarniki shallanib ketishni hech qaysimiz xohlamaymiz. Shu butun ipak yo'li sadosidagi maylarimizning hech qaysiniki shallanib ketishni hech qaysimiz xohlamaymiz. Ammo musobaqaga qaytsa bo'yicha mening tavsiyam mushtari. Abdulla Abdurim efendim. Qanday qilsangiz bo'ladimi? Hay, adam jonlab qolgandi shu. Hijil qilib. Bu ish ayirmoq tez ishlar. Ishkini yaxshi aytib gaplar. Bu gapni takrorlamaydi. Mushtarimo yaxshi aytdi. Bu naqshimo yaxshi tanlanibdi. Musobaqaning bir qiz bir o'g'ilga haqiqatan shunchalik yaxshi musobaqaga mos keladi. Baxtiyormo zo'r aytdi. Baxtiyor G'amonning aytdi, yarashib qopti bu naqshachu. O'ziga otib tikkan chaponni kiygandeklar. Shunday bo'lib qopti. Mushtarining chataqi, mushtari o'zi kichik vaqtida bu sonimizda bu qizimizni 13 yosh, 14 yosh vaqtida naqshini anglab cho'ng olganman. Maktab o'qiyotgan vaqtlarida naqshini anglaymiz. Uyg'urcha milliy naqshlarni yaxshi aytadi. Urusni naqsh aytgan bo'lsa, yig'laysa, o'shada. Unda bo'lsa. Bugun mana qozoqcha naqsh aytyapti, to'xtab turamda. Xo'sh. Ben Mahmud efendimga biroz vaqtni uzatdim. Endi tavsiya qilish mazgilingizga yetib keldingiz. Baxtiyor.
Eni Salay muallim. Bunu özünün anı tildek etib etdi bu naqsını. Müşteri singlimizning naqsini anglatimiz buning o'zining alaylik va adirg'isi o o'zining milliycha, uyg'urcha naqshlarni yaxshi aytadigan nechqidim anglatimiz shundan o'zimni. Lekin bilganki bu sanning kayfiyatida, menimcha bu sanning kayfiyatida baxtiyor degan o'zining iqtidoridanmi oshirib o'tib qoldi bu narsani. Şunu tanlash tashkilotidan yana ikki bo'lib turaylar. Undan so'ng Mahmud Sulaymon afandim o'z bir tarafga so'ng qag'ashdi. Men Baxtiyorni tavsiya qilaman. Müşteri. Nurg'ulg'an qarindoshlarimiz mayli televizordan bo'lsin va yoki internetdan foydalanib programmamizni ko'rib o'zining yaxshi bahosini berdi. Mana shu yaxshi baholaslarning bu programmamizga kuch berganliklarini ayirib qilinmaydi. Albatta sizmi o'zingizning yangroq sadoyingizni shuncha yiroqdan kelib sahnamizda yangratganligingiz uchun Qozog'istondagi nurg'ulg'an qarindoshlarimiz ekran oldida turib bizning programmamizni ko'rgan bo'lishi mumkin. Shunlashqa biz program nomidan sizni intayin qarshi olganligimizni bildiramiz. Shunaqla sizni ko'rib intayin xursand bo'ldik. Rastlarmi ham shundoq. O'zining tilidan boshqa yana bir tilda bir naqshni voyaga yetkazib o'rinlash menimcha intayin qiyin. Ustozlarimiz buningga yarasha nihoyatda chiroyli so'zlarni aytib o'tdi. Qanday yuraksizlar bor? Shu fursatda men Qozog'istondagi barliq aziz qarindoshlarga o'tliq salomni yo'llayman. Rahmat. Shundoq bizmi ekran yuzida izchil turda programmamizni qo'llab kelayotgan Ipak yo'li bo'yidagi hattoki dunyoning har qaysi joylaridagi ixlosmand ko'rmanlarimizga salomimizni yo'llaymiz. Rahmat sizlarga qo'llab berayotganingizga ko'pdan ko'p tashakkur. Hamda Mahmud Sulaymon afandim. Oxirgi tanlash qaroringizni chiqarib o'tgan bo'lsak, Qashqarda o'tkazgan bir oy vaqtimiz bor. Ammo mushtari qizim yo'q. Allohning hammasi yodib ketgan maqsadi bu Baxtiyorga bek shunday arziydi maqsad. Baxtiyor o'zi Qozog'cha maktabda o'qidi. Mushtari bo'lsa Qozog'istondan keldi mehmon bizga. Uyg'urcha naqshlarni anlab kelyapmiz televizorda ko'rdik. Shuna bilan shunday yaxshi inspiratsiya. O'zining ruscha naqshlari borda uni mendan sal qo'rqib aytganimda qisqasi bu naqshi Baxtiyorning talabi bilan bo'lgan. Hamda Ipak yo'li sadosiga nurg'ulg'an yaxshi moyillarimiz, nurg'ulg'an inalarimizning ko'nglini qapib qo'ygan yerlarimiz bo'ldi. Qapib qo'ygan demakchi bo'lganim ya olmadik ya tanlamadik ya vaqirmadik, ammo bugungidek mana boksor maydonida shallow tishga majbur bo'ldik. Amalsizman. Amal yo'qman. Hamda ikkinchi bosqichda amal bor, ishchilarni hep qoladiganqa qudratimiz bor. Bundan keyin bunday ish yo'q. Faqat birla. Mushtari noma bu naqshni deganiga vaqt ko'p emas. O'zim ayt sezgur, ayt tirishchan bo'lg'ashqa ustozlarning yaxshi bahosiga erishib, bugun qoyil qildi bu naqsh bilan. Qozoqcha naqsh bilan. Men bo'ldi. Qarindoshlar, yana bir qatam madad ilhomlarimizni berib olsak, Mahmud Sulaymon afandim to'g'ri tushunishingizni umid qilaman. Qarindosh munosabatini birinchi o'ringa qo'ying. Axloqni birinchi o'ringa qo'yamiz. Qog'inish ikkinchi masala. Shundoq. Endi rost gapmi desam, ishkalanoldan arilg'im yo'q. Bilimi arilmaymiz, salomat bo'lsam. Dunyo. Qaysonlar bo'lsam. Ammo ayrilma shu. Mush gapni ig'zimdan chiqarmoq bektaskin. Mana haqiqatan taskin. Biz qarindoshlarga nisbatan bir-birimizning xo'shalligini ko'rishdimi ortiq baxt bo'lmasa kerak. Baxtiyorning mushtarining bizga qozoq tilida aytgan qozog'cha naqshlar orqali amniyatni bizmi hattoki shu programmami bizning
Kazak kırındaşlarımızga özümüzden salamlarını yolu aldık. Sizler hakkında sizlerge rahmet. Sizlerin münevver nakşilerimizden yana. Mahmud Efendi'nin qattiq kızıl buluvatqanlığı, arlıq qılıvatqanlığını biz eskip turvatımız. Belki ihtiyarını tanlasa, müşterinin onun yerin buluş mümkün. Baş akam acaba kap kaldı da. Müşterinin tanlasa, ihtiyarının çokum yerin bulur. Bunun bağır kan olar. Her işkilanının ki, yana gayret kılıp, meyli kim çıkıp kim kalsın, muşu yolda üzmey, kademlerini üzmey yani menip, tırışçılık biz ahir noktaga bağış tırışçılığını ümit kılımız. Mahmud Efendi'nin en ahir kararıga okuvchilarimiz çokum yaxshi hurmat qildi. Mahmud Sulayman Efendi'nin rivoyat guruhidagi imkonida eng oxirgi bir guruh rizodi kim chiqadigandir? Buning hozir hammamiz intayin taqozo bo'lyapmiz. Çıkanlara veriniz, donat veriniz. Nalsa, qo'lni qo'yayotib. Yana o'xshashlari biringlar 1 minutdan vaqt. Qani, yoki qizlardan kelsin. Çekip derim uçgan haşiyasıdım. Yürek dağını yaylı çağlayladın. Yaşırdın labin zanay halin. Uzumni buğandını saman eyledin. وصالم هجران اتياب افراق لطفت نهار خزان عيلتي Güneşi men go'yam samana bakmaylar kelamsan vakıtsız dünyada aybni alsam kabrimga gul qo'yib yosh to'kar Mesini baxt uchun kulgina desam ko'zim yosh tursin jinim shu kunlarsan ikkimiz ayrilib ketayli desam yuzimga tashlab yalarsan arminim sen bilan birga yashasam ko'z yumsam qam rahmat Mahmud Sulayman efendim. Rahmet çıkılanlara. Bo'ldi. Qani, xayrdoshlar quloqlarni basanglar. Müşteriden ümit tutuvatkan milyondan aşılan peygamberlerimiz. Bahtiyar menin yanımda Ürümçi'de okudu. Ben de olmuşsam ben ustazlar var. Biz yine de mengü bille. Azgınımız bir yılga yetmegen mezgilde biz nur bulgan tesirini kozgaya aldık. Program arasında. Çünkü ben yıl başlangandan beri savaşlar durdu, hizmetdaşlarım durdu. Ben 300 meydana yakın uyan oldum törengiç. Diyhan bilen, kadri bilen, işçi bilen, asker bilen, sakçı bilen. Bu programın tesiri şundaydı, yaxşı. Hatta ahırını kaçan verdi, kaçan sizler kim birinci oldu, kimni tanlaysizlar. Oluşu vargan kişi muş programı to'g'irlatma. Çünkü bu programın tesiri hakikaten yaxşı. Muşu sanat degan chinlikni xohlaydi, rostlikni xohlaydi. Biz
mana shu programmadan eng ortiq yeri rost o'qig'achqa butun xalq yaxshi ko'ryapti. Hatta bu programma ba'zan kasbiy naqshchiligimi nayt ta'sir qildi. Shuna. Bizim etkeldi. To'xta, shu bolalarimizdek bolalar jim o'qiyotsa, biz yana plastinka qo'yib beramiz degan savol. Agar kallis ishlagan bo'lsa, shundan kallis savol belgisi bo'ldi. Kallis ishlamagan bo'lsa, yana plastinka qo'yib beramiz. Ahir kararım müşteri. Mübarek olsun! Müşteri! Müşteri sayılır. Buna keyif müşterininki ko'z yeshi, xo'shallik ko'z yeshi, ham shundaqla qiymaslik ko'z yeshi, birodarlardan ayrilishga chidamaslik ko'z yeshi. Albatta müşteri yana davomli yaxshi tayyorliklarni qilganligiga ishonamiz. Balki sizlar yaxshi hamkorlik jarayonida müşterimi xuddi o'zining aksini topgandek yoki o'zining yaqin bir urug'-tuqqanini topgandek bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunlashqa sizga qiymay ko'z yesh qildi deb tushundim. Bu hamda müşterining yingvog'ini hozir xush bo'lyapman. Chunki men hamda bu Shinjongda bor, shu hozirgi o'zimning guruhimdagi bolalar bilan shundaqla ustozlar bilan endi ko'rishalayman. Agarda faqatlamda müşteri bu sahndan tushib ketgan bo'lsa, unda müşterini biz qachon ko'ramiz? Bu aniq emasdi. Rahmat sizga. Rahmat. Qanday bo'lsa. Aslida seni temisidagi qozoqcha naqshini yuqori kayfiyatda o'rlab berganinglarga rahmat. Naqshlardan san'atning chegarasiz ekanligini yana bir qatam his qildim. Mushtarining keyingi bosqichlarda yanada zo'r g'albalarni qo'lga keltirishiga tilakdoshmiz. Baxtiyorni sahnamizda qayta ko'rishni xohlaymiz. Ekrandagi aziz ko'rmalar, naq maydondagi tomoshabinlar, Shinjong televiziya stansiyasi Shinjong Quyi madaniyat taqdis cheklik shirkati va shundaqla Shinjong Bug'ra madaniyat taqdis cheklik shirkati birlikda uyushtirgan cho'ntitki televiziya san'at programmasi Chin go'zal Ipak yo'li sadasi programmasining 4-bosqichi rivoyat guruhida ilingan imtihon nishada oyoqlashdi. Biz qolgan 4 nafar mayirning 5-bosqichga texnik katta mahoratini namoyon qilishiga tilakdoshlik bildiramiz. Xayr xo'sh, omon bo'linglar.